Mani qutumda manok degan mahsulot. Mani qutumda esa manok degan mahsulot. Hozir ikkovini birlashtirib yeb ko'ramiz. Hozir men bu qutidan bitta ovqatni tanlayman. Soленые огурцы. Apache. Endi ana shu ikkita mahsulotni biz yeb ko'rishimiz kerak. Kim yeyishini Vendenso orqali aniqlaymiz. Vendenso. Suvni ich, mana suvni yamish. Boshqa gap. Kislый marmelad. Demak, pashtet. Bu yerda dijini ichmasak bo'lmaydi-da. Dij, zo'r. Men uni chiqardim. Mayonez. Qurt. Vendenso. Yes. Mayli, yomon emas. Mayonez, qurt. Yetadi. Tashinqam. Bundan keyin Dij napidigini ichmasam bo'lmaydi. Yogurt. Селедка. Vendenso. Faqat sizlar uchun bu kontent, faqat sizlar uchun 5000 ta like qo'ysangiz, keyingi videoda undan battar narsalarni tatib ko'rib yeymiz. Albatta. Buni qilamiz. Agarda sizga bu format yoqqan bo'lsa, albatta o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videoda nima yeyishimizni izohlarda qoldiring. Undan tashqari 5000 ta like yeganimizdan keyin следующий rolik chiqadi. O'ylaymanki, sizlar albatta bizani podдержка qilasizlar, kommentlar qoldirib.